Men shu tarzda yugurib, chindan ham qum go'limdan qochib keta olamanmi? Garchi bu narsa sekin ko'rishi mumkin bo'lsa-da, uning hajmi tufayli u tezroq. Birinchi navbatda bu cho'l tufayli. 9 daqiqa yugura olmayman. Bunga kuchim yetmaydi. Bu dunyo menga qilich berdi va omon qolishimni aytdi. Nima qilish kerakligini har kim aytishi mumkin. Yo qochib o'laman, yo jangda o'laman. Jin ursin, qanday qilib men bu narsaga qarshi g'alaba qozonishim mumkin? U omadsiz. U o'z o'rnini bilmaydigan ahmoq. Jin ursin. Sen bu dunyoda hech kimsan. Men faqat qochishda davom etsam, itdek o'lib ketamanmi? Yo'q. 7 yil ovchi bo'lishga urinish. Men boshqa ko'pchilik ovchilardan yaxshiroqman. Agar men qochishda davom etsam, yutqazaman. Hech bo'lmaganda omon qolishning yo'lini topishim kerak. Agar golemning yadrosini yo'q qilsam, u to'xtaydi. Uning yadrosi hujum qilish qiyin bo'lgan joyda joylashgan. Agar shunday bo'lsa, men unga albatta hujum qilaman. Hozir men unga hujum qila olaman. Bu yerga. Bu men o'ylagandan ham qattiqroq. Jin ursin. Agar men yana bir marta urish imkoni bo'lsa, buni bilgandim. Sen hech kimsan, omadsiz, kuchsiz. U shunchaki ahmoq. U o'z o'rnini bilmaydi. Jin bo'llaring. Jin bo'l qanjiq. Siz qum golemining yadrosini yo'q qildingiz. Qolgan vaqt 7 daqiqa 8 soniya. O'quv sinovini yakunladingiz. Men buni qila oldimmi? Qum golemini o'ldira oldimmi? Menmi? O'shanda ham men unga qarshi zo'rg'a g'alaba qozondim. Tabriklaymiz. Siz sinov minorasining birinchi qavatini tozaladingiz. Men tirik qoldim. Aniq mukofot sifatida siz noyob xususiyatni ochdingiz. Aniq mukofot sifatida siz 1000 ball oldingiz. Qo'shimcha aniq mukofot sifatida 500 ball oldingiz. Men sizga ishonmayman. Men so'nggi 7 yil davomida juda ko'p kuch sarfladim. Buning evaziga faqat masxara qilindim. Siz noyob xususiyatni ochdingiz. Siz nekromanser noyob xususiyatiga ega bo'ldingiz. Men ham ovchi bo'lishim mumkin. Ammo bularning barchasi faqat tirik qolganimda sodir bo'lishi mumkin. Bu yana nima? Qum golem o'lgan joyda qora tuman paydo bo'ldimi? Sizning noyob xususiyatingiz nekromanser faollashtirildi. Qum golemining ruhini singdirishni xohlaysizmi? Ruhni singdirish? Bu qora tuman mening o'ziga xos xususiyatimmi? Qum golemining ruhini singdirishni xohlaysizmi? Ha. Siz qum golemining ruhini singdirdingiz. Sizning mahoratingiz 7% ga oshdi. Ruhlar soni 5 dan bitta. Men ruhni his qila olaman. Bu agar uni o'zlashtirib olsam, uni saqlashim mumkinligini anglatadimi? Agar men uni shunday ishlatishga harakat qilsam, olingan ruhlar orqali statistikangizni doimiy ravishda oshirishingiz mumkin. Sizning kuchingiz 3 baravarga oshdi. Sog'ligingiz 3 baravarga oshdi. Men his qilyapman. Tanam energiyaga to'layotgandek. Mening statistikam haqiqatan ham ko'tarildi. Oxir 7 yil davomida statistikamni ko'tara olmadim. Men nihoyat statistikamni oshira oldim. O'ziga xos xususiyat. Nekromanser. Mahorat 7%. Asosiy qobiliyat. Siz o'liklarning ruhlarini o'zlashtirasiz va ularni xohlaganingizcha ishlatishingiz mumkin. Qo'shimcha qobiliyat. Siz o'z statistikangizni doimiy ravishda oshirishingiz mumkin. O'sish mag'lub etilgan ruhga bog'liq. Qo'shimcha qobiliyat. Siz ruhlarni saqlashingiz va ishlatishingiz mumkin. Saqlashingiz mumkin bo'lgan ruhlar soni darajaga muvofiq ko'tariladi. Agar mahorat bilan qaytsam, men ham ovchi bo'lishim mumkin. Iltimos, kutishxonasiga o'ting. O'ylaymanki, hozir borishdan boshqa ilojim yo'q. Jin ursin. Mening jarohatlarim o'ylaganimdan ham yomonroq. Nima? Barcha jarohatlarim tuzalib ketdi. Sinov tugagach, tanam tuzalib ketadimi? Men juda ko'p qon yo'qotdim deb o'ylayman. Buni unutamiz. Ular shunday katta xonaga bir dona kravat qo'yishi mumkinmi? Endi nima qilishim kerak? Men haqiqatan ham minoradan chiqa olamanmi? Bu minora
Nima sababdan meni bu yerga chaqirdi? Quyidagi 5 ta buyruqdan foydalanishingiz mumkin. Ma'lumot, do'kon, hamjamiyat, inventar, sinov. Quyidagi buyruqni aytsangiz, buyruqlar faollashadi. 5 ta buyruq so'zi? Mayli, hozircha omon qolishga e'tibor qarataylik. Sinov. Ikkinchi qavatdagi sinovgacha bo'lgan vaqt 23 soat 21 daqiqa. Hali siz sinov muddatini tanlay olmaysiz. Iltimos, kuting. Buni bilgandim. Bunday sinovlar hali ko'p. Ma'lumotlar. Siz ma'lumotlarga kirdingiz. Daraja qiyin. Li Sunjin. Kimdir nima bo'layotganini tushuntirib bera oladimi? Park Jinwoo. Jinursan, bu ikkinchi kata demang. Li Hejin. Barcha statistikalarim va ko'nikmalarim avvalgi ko'rinishda nima qilishim kerak? Va hokazo. Ma'lumotlar deganda shuni nazarda tutadimi? Chatdagilarning hammasi sarosimaga tushgan. Ustiga ustak, bu yerga ovchi bo'lmagan odamlarni ham sudrab kelganga o'xshaydi. Nima? Admin 3x online. Suhbat o'chirilgan. Nega ozgina g'alati ekan. Admin 3x online. Bizda o'quv sinovida o'tganlar uchun muhim ma'lumotlar bor. Muhim ma'lumotlar? Qanday qaytishni bilmayman, lekin men bu ma'lumotlarni eslab qolishim shart. Diqqatimni jamlashim kerak. Biz sizga to'plangan ballingizni qanday foydalanishni o'rgatamiz. Ballar hozirda sinov minorasida qo'llaniladi va ko'pincha ko'nikmalarda ishlatiladi. Siz boshqalardan ball berish yoki olish uchun hamjamiyatdan foydalanishingiz mumkin. Sinov minorasida ballsiz bir tomchi suv ham ola olmaysiz. Ballarni faqat sinovlar orqali olishingiz mumkin. Ballarni faqat sinovlardan olish mumkinmi? Boshqa gap bilan aytganda, minora ichidagi qoidalarga ko'nikishim uchun hamma narsani qilishim kerak. Ballsiz suv ham ola olmasligim mumkin. Bu degani, ball topishim uchun sinovlarga kirishni va tozalashni davom ettirishim kerak. Biz baham ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Agar qaytsam, ovchi bo'laman deb o'ylagandim. Men shunchaki uzun qilich bilan ko'p narsa qila olmayman. Do'kon. Barcha ovchilar minoraga kirgandan keyin hamma ma'lumotlarini yo'qotdilar. Ammo ularga ilgari o'rgangan ko'nikmalarni qayta o'rganish oson bo'lishi kerak. Shuning uchun men ular bilan bir darajada emasligimni unutmasligim kerak. Agar mashg'ulot o'tkazmasam, ularga yetib olishning iloji yo'q. Ajoyib. Kutish xonasining shifobaxsh ta'siri tufayli men osongina mashq qila olaman. Keyingi sinov uchun osongina tayyorlana olaman. Ochlik bilan nima qilishim kerak? Yuk xalta. Ba'zi narsalarni sotib olganimdan keyin menda atigi 40 ball qoldi. Agar qo'shimcha mukofot bo'lmaganda, qalqon mening orzuyim bo'lib qolardi. Ikkinchi qavatdagi sinovgacha bo'lgan vaqt 17 daqiqa 17 soniya. Vaqt men o'ylagandan ham tez o'tdi. Hatto chalkash bo'lgan suhbat ham. Hozir ancha tinch. Ikkinchi qavatni tozalash vaqti kelmoqda. Yana omon qolamanmi? Yo'q. Men tirik qolaman. Ikkinchi qavatdagi sinovgacha bo'lgan vaqt 10 soniya. 9 8 3 2 1. Ikkinchi qavatdagi sinovgacha bo'lgan vaqt 0 soniya. Ikkinchi qavat sinovini qabul qilmoqchimisiz? Ha. Siz sinovlar minorasining ikkinchi qavatiga kirdingiz. Sinovlar minorasi tanlangan daraja qiyin. Menimcha bu safar o'rmon. Ushbu topshiriq vazifasi qotillik. Belgilangan vaqt ichida O'rq qabilasining yetakchisini o'ldiring. O'rq qabilasi rahbarini. O'rq qabilasi. Shunday qilib, ular mening o'rq bilan to'lib toshgan joyga borishimni va qabila boshlig'ini mag'lub etishimni xohlashadimi? Chek, tekshiring kabi ma'noni anglatadi. Odatda qo'rg'onlarda o'rq qabilasi orasida qo'rqchi bo'ladi. Ovchi o'rqlar borligini ham aytish mumkin. Bitta ovchi o'rqqa qarshi g'alaba qozonish mumkin deb aytish qiyin. Ammo muammo shundaki, o'rqlar juda ko'p. Barcha o'rqlarni mag'lub qilish uchun kamida E darajali ovchi guruhi bo'lishi kerak.
Men o'lmasligim uchun nima qilishim kerak? Hech qanday yordamsiz. Men hozircha chekinaman va keyinroq reja bilan qaytaman. Ushbu sinovni yakunlash uchun menda reja bor. Yaxshi, men yetarlicha o'tin to'pladim. Endi esa bu albatta ishlaydi. Orklar dangasa cho'chqalarga o'xshasa-da, ular juda mehnatkash irqdir. Ovchilar har doim ertalab ov qilishadi. Ular quyosh botishni boshlaganda qaytib kelishadi. Shuning uchun menda ko'p vaqt bor. Ushbu sinovni yakunlashning yagona yo'li oradagi son va kuchning farqini yo'q qilishim kerak. Olov bilan. Ovchilar uyushmasiga ko'ra, ork qo'riqchilari har doim ham yaxshi jangchi bo'lavermaydi. Ular qishloqqa ovqatlanish yoki dam olish uchun qaytib ketishadi. Agar qishloqni olov bilan yoqsam, ovdan qaytib kelayotgan ovchi ork bilan yuzma-yuz ko'rishmayman. Bu vaqt ichida men kamida 2 orkni o'ldirishim mumkin. Nekromancer noyob xususiyat faollashtirildi. Ork ruhini o'zlashtirmoqchimisiz? Ha, bu men kutgan narsa. Siz ork ruhini singdirdingiz. Sizning mahoratingiz 9% ga ko'tarildi. Nima? Qo'riqchi! Kuchli zarba. Saqlangan ruhlardan foydalanib, sizning statistikangiz oshadi. 3 4 ga oshdi, chaqqonlik 2 ga oshdi. Tez tiklanish mahorati qayta tiklandi. Agar beparvo bo'lganimda, bu xavfli bo'lar edi. Saqlangan ruhlardan foydalanib, sizning statistikangiz oshadi. Chidamlilik 4 ga oshdi. Qorovulni o'ldirish ham daraja oshiradi. Kuch 2 ga oshdi. Chaqqonlik 3 ga oshdi. Yaxshi, agar shunday bo'lsa, qo'riqchi bilan jang qilish xavfi sezilarli darajada kamayadi. Bu yerda ishchilar, bitta qo'riqchi va eski qabila rahbari jami 5 ta. Agar men qo'riqchilarni yengsam, urug' boshlig'ini mag'lub etishda muammo bo'lmaydi. Qo'riqchilarni o'zlashtirganim uchun ishchilar men uchun muammo emas. Qo'riqchi urug' boshlig'idan ajralgan, uni qo'riqlashdan voz kechganga o'xshaydi. Demak, bu qo'riqchi oxirgi to'siqdir. Olovga chidamlilik mahorati faollashtirildi. Olovga chidamlilik mahorati qo'shildi. Seni o'ldiraman.